Xo'p, aka, mashinangizni ko'rdim. Nech pulga sotmoqchisiz buni? Hozir mashina purishlar $8,000 qilishdi. Zo'r pul qilishdi. Nega sotmadingiz? Mashina adamlarning nomlarida. Adamlar hozir Anisadalar. Hamma mashina purishlar pulini notariusda sanaymiz deyapti. Lekin hozir adamlar notariusga boradi. Sharoitlamasizlar. Mashinani sotishimning sababi adamlarning operatsiyalariga pul kerak. Nech pul kerak? Doktorlar operatsiyaga 5,000 ketadi deyishyapti. Ha, operatsiyaga pul zarildi. Mayli, agar $5,000 bersangiz, naqd pulingizni olib qolaman. Ana u yog'iga adeza banisdan chiquvlarchi notariusiga sabr qilib turaman. Ozgina insof bilan olib qoling. To'g'ri kelsa shu. Mashinani o'zi 5,000 ga sotding-ku. $5,000 sotdim-da. Bolam, o'ylab gapiryapsanmi? Men zaril bo'lganda ham 8,000 mashinani 5,000 ga sotadimi? Tanish arendatorga sotdim. Qani tur uning. Yur. Mana borki o'sha arendator oldiga. Mana ko'rdingmi? Birovlarning musibatdan foydalanib, mashinalarni teng yarim narxiga sotib olib, shuncha mashinalarni ishini tagiga terib qo'yibdi. Bu noinsof arendator. Bor chaqirdim-man. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, charchasiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'g'lim, mashina senga sotganmidi? Ha, o'g'lingizga kelib vaziyatlarni tushuntirganlarga naqd pulni berib, olib qo'yganman. Hozir afim tiqib olasan mashinani. Tushunmadim anaqa. Tinchlikmi? Hozir afim tiqib olasan mashinani. Qilmayman farmoni endi. Nega qilmaysan? Hozir. Kelinglar. Kela qolinglar. Keling, anaqa. Mana bu sizning mashinangiz. To'g'ri, bu hayotda peshqo'l, baravar emas. Hamma arendatorlar ham bir xil degan emas. Men birovlarni musibatidan, kulfatidan foydalanib, oilamga, bola chaqamga harom yetiradigan inson emasman. Mashinangizning narxi hali ham $8,000. 8,000 ga sotsangiz ketadi. 1,5 oyda hech qanaqa tushib ketgan joyi yo'q. Xohlasangiz bu kimga mashinangizni sotingda, meni 5,000 nimni qaytarib bering. Xohlasangiz $5,000 qayerdan bo'lsa topib olib kelingda, mashinangiz o'zingizga bo'lsin. Men kutgan vaqtimga roziman. Bu bola nimaga unaqa deyapti desiz, hozirgi kunda yaqinlariga yordam beraverib, shu yaqinlaridan kuygan bitta insonman. Zo'r ukajonim. Men siz ozgina noto'g'ri tushunib qolman.